Bu uyimizni aniq bir kunda sotdilar. Sababini aytaymi sizlarga? Keling, nonli xonamiz 5 kunda sotdik. Oldingilari 80 sotdik. Hozir endi bu xonadon bitta qo'ygancha 75 mingdan otdi, lekin meni bilasizlar, 72 ming dollarga mana shu xonadonni ko'ndirib qo'ydim keyin. Savdo ko'cha yuziga joylashgan. Lokatsiyasi ham zo'r turibdi. Постоянный suv. Suv tugan 2 suv tur. To'ppa-to'g'ri. Menimcha 72 ming doda narx bo'ldi, kelib turib bosib olish kerak. Hozir bitta ko'rsam buzalmas, ho'l bo'ladi. Kattaligini ko'ryapsizmi? Bu yerda kuxnamiz bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Mebellargacha, mebellar qo'yib hamma narsasi xudo xolasa, remontlar tayyor. Mana shuni qaranglar, chiroyligini, mashalloh. Lustrani qaranglar. Voy, gap yo'q lekin bu yerda zalimiz bo'ladi. Zalni kattaligini ko'ryapsizmi? Xul bilan bir xil pashtanotda shunasi. Har bitta xonamiz o'zining oynasiga ega. O'ng tomonimizda sanuzelimiz bo'ladi, ko'rishingiz mumkin. Bu xonadonimizda kassasi keladigan bo'lsa, yangi Toshkent postidan 6 kilometr kirganimiz, Tuzordan o'tganimizdan keyin joylashgan. Spalning kattaligini ko'ryapsiz, mo'kan zali bilan bir xilda bu yerda sanuzeli bo'ladi. Bu xonadonimizning narxini 72 ming deb baholadik. O'zimdan baland edi, sizlar uchun men kelishtirib qo'ydim. Kimga qiziqsangiz, pastga nomer telefon qilib, tez baraka qilib olsanglar bo'ladi. Tuzordan o'tganimizdan keyin